Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugundan xudo xolasa klublar futboli qaytdi. Bugungi birinchi o'yin Nottingham Forest hamda Chelsea. Nottingham Forest Chelseaga qarshi o'z uyida omadi yurishmayotgan Nottingham Forest APLda 17-o'rinda 5 ochko bilan ketayotgan bo'lsa, Chelsea'da 7-o'rinda Chelsea 11 ochko bilan va Chelsea'ning motori Cole Palmer jarohat olgan va Palmersiz Chelsea'ni bugun o'yinni tomosha qilamiz. Bugun qizuvdan qizuv o'yinlar bor. Keyingi o'yinimizni Manchester City Evertonga qarshi. Hamyurtimizning jamoasi Manchester City Abduqodir Husanov safga qaytishi kutilgan edi va bir hafta yana cho'zildi. Manchester City tibbiyot bo'limi bu o'yinchi bilan risk qilgisi kelmadi va yana bir hafta Abduqodir Husanovga dam berishga qaror qilishdi. Evertonda esa Jack Grealish o'zining sobiq jamoasiga qarshi o'ynaydi. Ko'ramiz, qiziq o'yin bo'ladi bugun. Va keyingi o'yinimiz APLning yetakchi jamoasi Arsenal Fulhamga safar qiladi va Arsenalning kayfiyati a'lo darajada. Klublariga qaytib kelgan o'yinchilari terma jamoada o'zining sermahsulligini ko'rsatdi va har bitta o'yinchi o'z hisobiga bittadan gol yozib qo'ydi. Mikel Merino esa hozir pik davriga chiqqan payt ajoyib o'yin ko'rsatyapti. Даже hujumchilardan ko'ra ko'proq imkoniyatlar yaratib gollarni qalashtirib tashlayapti azizlar. La Ligada ham azizlar bugun ikkita markaziy uchrashuv bor. Barselona o'z uyida Gironani qabul qiladi. Barselonaning jarohatlar bilan yetib kelgan bugungi o'yini ikkinchi tarkibni maydonga tashlasa kerak. Lamine Yamal jarohatidan qaytdi va u kengaytirilgan sostavda bor, lekin asosiydan tushirmasa kerak Flick. Rafinha va Yamalni asosiydan tashlamasa kerak va 3 kundan keyin Olympiakosga qarshi Chempionlar Ligasi o'yini bor va yana 3 kun o'tib El Clasico azizlar. Barselona shu uchrashuvlarga qanday yetib boradi, qanday o'yinlar ko'rsatadi, bu hammaga qiziq. Barselona bu uchrashuvlargacha 2 marta mag'lubiyatga uchradi, Chempionlar Ligasi hamda La Ligada va Barselonaning hozir ko'zlari qonga to'la. Hozir Barselona ikkinchi sostavini tashlab bo'lsa ham Gironani ko'rdim demasligi ham mumkin. Ko'ramiz sizlar bilan azizlar, o'yinni guvohi bo'lamiz. Va aksi ham bo'lishi ham mumkin. Oldingi o'yinlardan xulosa chiqargan Flick himoya chizig'ini mustahkamlab o'yinga chiqsa kerak. Jangchilarni tayyorlab o'yinga olib chiqsa kerak Flick. Gironaga bugun oson bo'lmasligi aniq. Barselona ikkinchi sostavini tashlasa ham Barselonaning hozir ko'zlari qonga to'la va hozir yo'lidan chiqqan raqibni jazolab qo'yishi mumkin. La Liganing ikkinchi o'yini Atletico Madrid o'z uyida Osasunani qabul qilib oladi va Atletico Real Madridning yutganidan keyin ishlari orqaga tortib ketdi. Atleticoda ham jarohatlar yetarlicha. Lekin Atleticodan bugun faqat g'alaba talab qilinadi. G'alaba uchun o'ynaydi Atletico. Osasuna ham o'rta miyona jamoa bo'lgani bilan kontra atakada yaxshi o'ynaydi va bugun
chiroyli o'yinlar kutib qolamiz bu jamoalardan. Sharoitdan kelib chiqib shu videoni yozdik. Rozi bo'lasizlar azizlar.